Assalomu alaykum, hurmatli podpischilarimiz, O'zbekiston xalqi. Mana bugun haftaning shanba kuni xudo xolasa trikker mashinasini olib qo'yganmiz, propan gaz uskunasini qo'yishga. Bunga qo'yilgan jihozlar reduktorimiz toza Nordic italyanskiy bo'ladi va farsunkamiz esa toza italyanskiy farsunka. Boshqaruv qismi Stag-Gofaz 2 polshaniki bo'ladi. Orqa qismiga qo'yilayotgan balon 47 talik balon bo'ladi. Xudo xolasa shu zavodskiy qo'rkasi ko'tarilmaydigan qilib joylashtirib beramiz. Bu yoqda esa Gentra mashinasini olib qo'yganmiz. Gentra mashinasiga 3-paketini 90 talik balon qo'yib beryapmiz. Faqat original jihozlari bilan, Lido reduktorlar bilan 3-paketini eng full paketda qo'yib beramiz. Orqa qismiga esa 90 talik balon bo'ladi. Bu Gentramizga aytib o'tamiz 3.200.000 so'm original jihozlari bilan. Orqasiga shu bagaj qoladigan qilib o'zini zavodskiy polilarini chiroyli qilib kesib o'rnatib beramiz. Bu Gentramizga esa o'zida metan gazi bor edi, metan gazini yechib propan balon o'rnatib beryapmiz. Bu ham reduktori Nordic italyanskiy reduktor bo'ladi. Bu miyasi bilan farsunkasi joyida qoladi. Orqasiga 65 talik balon qo'yilyapti. U sizga o'zingizda metan balon bo'lsa, metaningizni olib qo'yib o'rniga boyagiday propan balon o'rnatib beramiz. Kelishilgan hollarda. Bu Cobalt'imizga esa propan o'rnatib berdik. Boshqaruv qismi Alex Optima polshaniki bo'ladi va farsunkamiz italyanskiy farsunka bo'ladi. Orqa qismiga esa 65 talik silindr balonni maksimal darajada ichiga tiqib berdik. Balon Belarusyaniki bo'ladi. Xudo xolasa g'itchillamaydi. Armaturasi ham Turkiyaniki bo'ladi. Bu ustanovkamiz Cobalt mashinasi, Gentra, Nexus 3, yana Nexus 2 mashinalariga 3.200.000 ga chiqadi. Polni original zapchastlar bilan. Shu motorga, korobkasiga, proshka xizmati ichida bo'ladi. Shu hid chiqarmasligiga javob beramiz. Italyanskiy original shlankalar qo'yiladi. Aytib o'tganimizdek, bu Gentramizni metanni yechib oldik. 90 talik baloni bor edi o'zida. Kelishilgan holda 65 talik balonni joylab berdik. Ichkaridagi mashinamizga esa propan qo'ydirasizmi aka? Propan? Metan o'rnatib beriladi. 90 talik balon shu original jihozlari bilan o'rnatib beramiz. Oldiga qo'yilgan jihozlarni tanishtirib o'tamiz. Boshqaruv qismi Stag-Gofaz 2 toza polshaniki bo'ladi. Reduktorimiz rabochi bo'libdi. Farsunkamiz esa toza italyanskiy farsunka bo'ladi. Bu ustanovkamiz yangisini qo'yadigan bo'lsak 4.500.000 ga chiqadi. Xudo xolasa motorga, korobkaga, sudatchik, pultga zavod qiladigan xizmati ichida bo'ladi. Chanaga keladigan bo'lsak, chanamiz shu 5 lik gonidan yasalgan avalli chana bo'ladi. Xudo xolasa balonni qirrasini yemaydi. Shu joyiga ramaga o'tiradi. Har xil turdagi mashinaga metan, propan gaz o'rnash xizmati mavjud. Ish sifati a'lo darajada bo'ladi. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Shaffof metan gaz xudo xolasa doim xizmatda bo'ladi.